Gel. 2006 kraskasi umuman yo'q ha. 5000ga bermadim debsiz. 5450 yaptırdı yarım altı. 5450 ga bermadim debdi. Bu meni gapim emas mana. Aka o'zingiz aytasiz, to'g'rimi? Necha pul buni bo'lishi? 12 diyoruz. Bo'lishi. Yani olay komsa keliştirip veremem. Moshin juda ham zo'r holatda. Ko'rsating, eksklyuziv ekan moshin. Rangi umuman hech qayerda yo'q ekan. Aka to'xtang, endi bitta shu videoga olaylik. Bugun ish bo'ldi. Bir kuruk yurgan ekan. Salonchasi hammasi o'ziniki. Radnoy o'ziniki. Orqa oynachalar tonirovka bo'lgan. Bu Sons marka. Motor nima? 1.5. Konditsionerlar bormi? İşlaydı. Konditsionerlari ishlaydi debdilar. 1.5 metan gazda mana bagajning holati. 6000, lekin narxi ham baland, to'g'ri. Lekin mashina ham zo'r. Mabodo shunaqa antikvarga qiziqgan aka-ukalarimiz uchun to'rtta yangi balon qo'yilgan. Buni endi qiziqqani oladi-da, hamma ham olmaydi bu mashina. Chunki buni puliga Cobalt ham beradi. Lekin qiziqqan odamga farqi yo'q, to'g'rimi akalar? Necha pulga berasiz aka? Oxirini ayting. Bo'ldi, mana ayting, mana shuncha odam kuzatyapti sizni. Mana buni shularga ma'qul bo'lsa oladi. 5.5 ga berasiz, to'g'rimi? Bemagan narxingizga. Bemaganingizga berasiz, to'g'rimi? 5.5 ga beradi akamiz. Mabodo qiziqishsa aloqaga chiqasiz.